Arbelo faktori ham bor baribir. Inkor qilib bo'lmaydi. Biz u haqda qanaqa o'ylasak ham, nima desak ham. Lekin bu yerda ko'proq Guardiola faktori rol o'ynadi. Fabio Capello bitta gap gapirib o'tdi. Ko'rgan bo'lsangiz, menga Guardiola yoqmaydi, kalon dimoq dedi. U dedi, muhim uchrashuvlarda ishlab turgan modelni o'zgartiradi va bu bilan futbolchilar emas, men hal qilaman deydi va juda ko'p mana shunaqa qarorlarni yeb qo'yadi dedi. Ne bu faktni gapiribdi lekin. Murabbiy-ku endi Capello kichkina murabbiy emas baribir. Misol uchun ular endi o'sha Ancelotti ishlab turgan narsani ishlatib oxirigacha siqib suvga ishlatadi-yu, ovoz aytadi-yu, zumnoy pastani bor-ku. O'shini ishlatadigan murabbiylar bor. Bular ham mana innovatorlik qilish kerak deymiz, lekin bu yaxshiroqda Guardiolaniga qaraganda. Guardiola bu kecha o'zi boshida asosiy tarkibda 3 ta winger chiqqanida hamma ajablandi. Nimaga deyildi? Va 20 daqiqa Bernardo Silva o'yindan keyin aytdi-ku, biz birinchi goldan keyin sinib qoldik dedi. Va shuni o'yladimki, nimaga sinib qoladi o'zi bunaqa? Chetda turib Guardiola sinib qoldi deb o'yladim. Ya'ni murabbiyni haligi tabiati, murabbiyni fe'li futbolchilarga yuqadi baribir. Xotirjam tursa, bundan qarab kofe ichib tursa, futbolchilar hammasi joyida ekan deb o'ynaydi. Masalan, Barselona hozir Flick davrida qanaqa xotirjam, Xavi paytda qanaqa edi. Turli-tuman edi. Sirpanib bunaqa bo'ladi. Chunki Xavi shunaqa edi. Xavi chetda baqirardi, boshqa qilardi, sarosimaga tushardi. Juda emotsional yig'lardi. Bu futbolchilik ta'sir qiladi. Har doim ko'rardi-yu. Va yana bitta narsa bor, emotsional holat. Chorasiz turgan murabbiyni ko'rgan futbolchilarda, ayniqsa Cityda bu narsa muntazam bo'lib kelganligi uchun yillar davomida Guardiola bilan bog'liq. Shu menga shunaqa tuyuldiki, o'sha gol bo'lgandan keyin Guardiola start rejimi muvaffaqiyatsiz chiqqanini tushunib yetdi plani. Boshda yomon o'ynamadi o'zi o'ylab qarasa. Valverde faktorini aytamiz. Valverde gol urishdan sal oldin bilsangiz orqaga qaytdi. Orqaga qaytib 12-daqiqalardan boshlab strafovka qilishni boshladi Trent. Chunki 12-daqiqagacha 3 marta o'tib ketdi Doku. Faqat Doku endi bizdan qo'yga o'xshaydi-da. Davomi yo'q. O'tib ketadi. Umuman noto'g'ri, paslari noto'g'ri. Hamma narsa maksimal noto'g'ri qiladi oxirida. Lekin o'zi urib ham qo'yishi mumkin qaysidir o'yinda. Bu juda xavfli bo'lib boshlanadi o'zi, City'niki. Keyin Valverde yopdi borib. Valverde gol urishdan sal oldin ham ichkarilarda 14-hududda ko'p to'pni qaytarib yuruvdi. Bernardo Silva tepdi-ku. Havoda sal qoldi. Shunaqalar qilib yuruvdi-da. Bunda qarasa 3-0 hozir o'yin tugagandan keyin deymiz-ku, lekin bo'laklarga bo'lib tahlil qiladigan bo'lsak, aslida Guardiola ham bir narsani ko'zlab chiqqandi. Ammo shu narsa sodir bo'lmadi. Keyin Real hozir chorasiz holatga tushdi-ku, maksimal endi 10 ta futbolchisi yo'q, jamoaning yetakchi futbolchilari yo'q. Valverde ham bu o'yindan oldin yetakchi emaslar qatoriga edi. Mana Valverdeni ko'rdinglarmi deb yotibdi hozir. Lekin Valverdeni ko'rayotgandik. Aslini olganda-da oxirgi payt. Valverde o'zining ishini to'g'ri qilib yotuvdi ichardi. Lekin bunaqa emas edi. Mana kecha oldinga qo'yganda Elche bilan ham yorib tashladi. Haqiqatan zo'r o'ynadi. Ana burchakka qisilgan hayvon bo'ladi-yu, yirtqich. O'sha ayoli ham bekorga yozmagan ekanda o'zi. Hujumga chiqarlaring deb yozgan u. Valverde hujumga chiqib ham himoyadagi o'sha vazifasini qilib yotibdi. Faqat endi maza qilib qo'yadi. Farq. Oldin u himoyaga bog'lanib qolgan edi, hujumga majbur bo'lganda o'tardi. Hozir hujumda o'zgarmagan ish, faqat munosabat o'zgargan. Kayfiyatan o'zgargan. O'zgarmagan disku, lekin Arbelo uni oldinga chiqarib lekin Bobur o'sha golgacha Valverde deyarli blok qo'yuvchi ham, boshqa ham himoyada ham o'ynayotdi. U oldinda qolib, sen oldinda yurasan degani emas. Valverde biladi futbolchilarni holatini, kim qayergacha kuchi yetadi, nima qiladi. Trent nechinchi daqiqagacha bardosh beradi. Buni bilib turibdi. Shuning uchun orqaga qaytdi va shu joyda nazdimda Pep Guardiola bo'ldi, sindi dedi. Chunki qo'rqishi mumkin bo'lgan futbolchi Realda o'sha kuni undan oldin ham Valverde edi yoki Vinicius edi. Viniciusga Husanov qo'ygan. Husanov o'sha bir marta o'tib ketguniga qadar 2 marta o'ta olmadi Husanovdan.
O'sha payt 20-daqiqagacha Gvardiolani ko'zi bilan qarang, hammasi to'g'ri ketib turibdi-da. Valverde ham tushdi pastga va bittagina o'sha ajoyib paski O'Reillyni yomon o'yini o'yin taqdirini hal qildi deb o'ylayman. Faqat Manchester Cityning yomon tomoni nima uchun bilmadim, Gvardiola o'yindan oldin kutilmagan qarorlar qabul qilsa borku, futbolchilarni bilasizmi, Chelsea bilan 19-yilgi finalda oxiri De Bruyne gapirib olgan. Biz esimizdan chiqib qoldi degan. Nima qilishimiz? Fernandinho bilan Rodrini o'ynatmagan-ku, tayanch yarim himoyachisi. Shuni ham oqlaydi, hozir gaplashsangiz, boshqa qilsangiz. Lekin futbolchilar ham biladi, murabbiy juda kuchli. U qarorlar bilan nimadirlarni o'zgartiradi va shu bo'ladi deb o'ylaydi. Keyin bo'lmagandan keyin qahramonlik ko'rsata olmaydi futbolchi. Chunki futbolchilarga qoldirmadi nasibi. Murabbiyni o'zi qildi-da. O'zidan yangilik bo'lganligi uchun boshqa murabbiylarda padachi bunaqa emas. Endi bu ham yutsa, hozir meni maqtar deyiladi, dedi-ku. Ha, maqtalardi, o'sha bitta do'kka urib qo'ygan paytda vaziyat o'zgarib ketishi mumkin edi. Bernardo Silva sal qoldi. Shunda Valverde pas qilib berdi o'shanda, hali Zidanga o'xshab bo'lishi mumkin edi finalda. Lekin gol bo'lmadi. O'sha bitta pas O'Reillyni noto'g'ri chiqishi, ikkita qanot futbolchilari keskin farq qildi bir-biridan. Bu trayektoriyani tushunish kerak edi. Kurtuvaniki men sharqda havoda ketayotgan paytda o'tishini bildim. Noto'g'ri turganini bilasiz-ku. Valverde endi buni his qiladi-ku, endi Valverde-ku baribir ichidagi eng zo'r futbolchi bor Realdagi. Bo'ldi, bittada oldi va mana shundan keyin deb o'ylayman, futbolchi va murabbiyning o'rtasidagi anaqa buzildi. Muloqot. Robita ketdi. Keyin biz bilamizki, bunday qaraymiz, Cityda qutqarishi mumkin bo'lgan futbolchi Hollandmi? Holland mutlaqo Rudiger cho'ntagida edi. Saharini bemalol yana video aniq rasmlarga kirishi mumkin. Hech narsa qila olmayapti. Yaxshi o'ynadi, himoya yaxshi o'ynadi Realda va Mendy bir yilda bir marta o'ynaydi, 40 daqiqa o'ynaydi. Shartnomasi shu, City bilan zo'r o'ynayman deydi. Yo Rodrigo yo Mendy o'ynab berish kerak edi. Bu 40 daqiqa o'ynab ketdi, yarim yilga ketdimi, Xudo biladi. Endi himoyadagi ishlar 20 daqiqa o'xshagandan keyin, bardosh bergandan keyin, Kurtuva bir ikkita qaytargandan keyin bo'ldi, Real anaqani o'zinikini ushlab oldi. Anu bo'ladi, yoshligimizda misol bo'lardi, sizlarda ham bo'lganmi bilmayman. Jamol itdan qo'rqmagansiz? Qo'rqamizmi? Men umuman hozir ham qo'rqaman-da. Men qo'rqishimga yana bitta sabab bo'lgan, yoshligimda aytishganki, it hidni biladi deyishgan. Qo'rqayotgan odamdan qanaqadir hid chiqadi degan. Men shu hidni chiqarmaslik uchun rosa harakat qilganman-da. Lekin qanaqa qilib qo'rqmay qolasiz o'zingizdan? Qo'rqmay qola olmaysiz-ku. Qo'rqurasiz-ku baribir. Bar chiqyapti deb Sirboy bermas. Bar chiqyapti. Yo qo'rqmaysiz, yo qo'rqasiz-ku, to'g'rimi? Bo'ldi. O'zingiz qo'rqayotgan payt qo'rqmayotganga aylana olmaysiz-ku. G'alati jumla ekan. Qo'rqmayapman desangiz, ana hid bor-ku, to'g'rimi? Ichingizda qo'rqasiz-ku. O'sha hid tarqaladi menimcha. Real shu hid hidladi, bo'lmasa tarkib hamin qadar sezdi. Hech narsa hamma shokda-ku. Shokda hozir endi mana bilardik deyotgan muxlislar, yozayotgan muxlislar bor-ku. Endi o'yindan keyin yozaveradi. Hamma bilib turadi, nima bu qanaqa farq borligi. Qanaqa xavotir deydi. Va ko'p ehtimol katta ketganning ham sababi mana shunaqa narsalarni qilganning sababi bitta zo'r gapirdi-da. Aslida degan Real deb gapiraveradi-ku Gvardiola. O'yindan keyin, o'yindan oldin ham Real 15 karra chempion bo'lsa, turnir yutish qiyin deveradi. Shuni Gvardiola rost aytadi dedi. Chunki dedi, qaranglar deyapti. Cho'loqlanib kelgan, tarkibi zo'r Peters degan futbolchilarni o'ynatayotgan Realga dedi, yangilik bilan kelishini o'zi qo'rqqan. Ha. Mana nimadirlar qilmas. U bilibdi, hamma bilib turibdi. U zaxiradan tushadigan futbolchi yo'q. Carvajal turibdi 50 ga kirgan. Ya'ni yo'q-da, kecha Elche bilan tanimadim. 6 ta akademiya bolalari yuribdi-da. Bu yaxshi kunda emas, o'zimda o'ylab qarasiz. Arbelo zo'r bu dot. Yo'q, odam yo'q rostdan. Hammasi yulduzda o'tirib olgan, chapay chalib, faqat shu kadrga tushib berishyapti tepada. Unisi bunisi. Keyin Hafsin ham, Rudiger ham yaxshi o'ynadi, to'g'ri. Lekin o'sha 20 daqiqadan keyin gol bo'lib qolgandan keyin bular bilishdi va Manchester City yana hisobni tenglashtiraman deb turdi. Yana o'sha tempda davom etaverdi. Bir marta bo'lsa ham yuqori liniyada qochib ketadi-da. Vinicius. O'sha paytda qochib ozgina qo'pollik ham ishlatib ketgan ekan, keyin kadrlar chiqdi. Bilmadim, endi o'tda qo'pollikmi, emasmi, oyog'ini birinchi qo'yish ulgurdimi, var ko'rgani bo'lish mumkin. Qo'pollik?
Ha, Abduqodir yiqitib ketgan. Lekin menga bitta narsa yoqmadi. O'sha o'yindan keyin juda ko'pchilik bilmayman, anaqa Realga muxlislik qilib turib Abduqodirni sharhda ko'p gapiramiz. Umuman Manchester Cityda o'ynab turibdi. Cityga ko'p muxlislar olib keldi. Shuni hisobiga uni o'yini chiqmasin degan niyatda bo'lishadimi yoki xatolarni sizlar yutug'ini ko'rsatsizlar, xatolarni ham gapiringlar deyshadi. Men keyin o'yladim-da. Abduqodir birinchidan himoyachilar ichida eng yaxshi balogan. To'g'ri o'sha joyda o'tkazib yubordi. Lekin u hali gol degani emas edi. Keyin borib, Vinicius to'xtab, pasda berib, men keyin o'yladim. Gehidek o'ynasa nima deydi? Nimadir deyiladi. Gehi nima qilardi? Men Abduqodirni bunaqa birinchi o'yindan boshqa ko'rmaganman. Yo'q, endi yomonlash uchun emas, shunchaki xatosini faktlarga qaytib ketdi deyishgan. Juda ko'p anaqa qilishadi. Mana men realchilar bo'lsa kerak. Yo'q, realchilar ham emas. Qanaqa sharhga e'tiroz bildiribmi yoki juda bo'rttirib olsalar debmi? O'zi bo'rttiradigan joyda yuribdi-da endi. Nima qilish kerak? Cityda yuribdi u. Bu bitta yigitimiz bo'lsa. Yuribdi endi. Nima qilasiz? Har doim APLda o'ynasa. APLga bora olmayapti nechtasida. O'sha yerda yuribdi, asos tarkibga ham tushib qoladi bir-bir. U joyda qahramon bo'ladi. Bir ishongis ham kelmaydi. Men hatto yetarli darajada maqtalmayotgan deb o'ylayman o'zi aslida. Mana shu tomon istihola qilib qo'y deysiz yoki sal ko'z tegmasin degan narsalar bor. Ammo diyashlar qilib turgan ishlar. Hammasini sanasangiz bor-ku, Abduqodir hech narsa qilmadi va keyin o'sha lupada ko'rildiki, hatto qoida ham buzilgan bo'lishi mumkin-da. Buzilgan ham deydi. Umuman aybsiz bo'lib chiqyapti-da, o epizodlarda keyin tugamagan. Va o'shandan keyin Real birdaniga bir kattarib qoldi. Manchester City ishlari yurishmay Guardiola ham yordam bermadi. Men butun ikkinchi bo'limda ham sezdim, boshqada ham sezdim. Guardiola bir shunaqa odatlari bor. Va bu endi Real bilib turibdi, bunaqa mukofotdan foydalanmasa bo'lmaydi boshqada. Valverde uchib turgan paytda keyin Brahim Diaz bilmadim. Bunaqa Milandagi davriga qaytdi. Nega unaqa desa, u ham uni zaxiraga qaryapti-da, tushadigan odam yo'q-da. Mastantuono endi qaytdi. G'alatiroq bo'lib turibdi. Mendi ham zo'r. Hozir Frank Garcia zo'r o'ynadi Elche bilan. Nimaga desa, odam yo'q u yoqda. Mendi ham ketdi-da. Yo'qligidan Peterch bir pasda men kecha o'zim beixtiyor o'zimga o'zim kulib yubordim, sharhlab turib, muhim futbolchilarni oldi, Viniciusni oldi, anaqani oldi, Valverdeni oldi, Chouaminini oldi, Rüdigerni oldi. Yana Brahim Diaz oldi va Peterch oldi, muhim futbolchilar dedimda. Keyin o'zimga o'zim qachondan Peterch degan futbolchi muhim bo'ldi-da, odam yo'qligidan shuna keldi. Vitina bo'ldi. Necha o'yindan beri yaxshi o'ynayapti Thiago. Vitina ekanda o'zi o'yin o'xshab ketar ekan. Shu anaqasi. Va o'shandan keyin Manchester City o'sha hit tarqaturdi. Real urib ketdi deb o'ylayman. Men ko'proq taktik tomonlama, Arbelow faktori, yana bir narsalar, hatto murabbiylarni aralashuvidan tashqari ko'proq bo'ldi deb o'ylayman. Futbolchilar mental bir-biri bilan turgan payt baribir Realda o'ynayotgan futbolchiga qarasak, Brahimni ham oladigan bo'lsak, Chouamini, Camavinga, Vinicius, Valverde katta futbolchilar, bar misol, kichkina emas. U inqiroz bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham o'sha narsani eslab qolishi denki, chunki Realda oxirgi payt deyarli ishlamayotdi bu narsa. Rosa kutilgan o'yinlarda ham, mana kubok o'yinlarda ham bitta ikkinchi ligani jamoalariga ham ishlatolmayotdi. Bu bor edi, voqelikda bor edi. Shuning uchun ham 3-0 eng sensatsion natija sifatida qabul qilinyapti. Aynan mana shu o'yindagi. Manchester City tuzalib kelgandi. Bu quyiga tushib, oxirga tushib bo'luvdi-da. Bokschilar jang oldi turadi-yu, ko'zma-ko'z urushtirib. Shunda City qo'rqdi-da. Shuni 20 daqiqada qo'rqib qoldi-da o'sha goldan. Sezib qolib, keyin pachaqlab tashladi ringda. Keyin Valverde menimcha hayotidagi eng zo'r o'yinda o'ynadi. Ehtimol. Bunaqasi boshqa bo'lmasa. Anaqa zo'r gapirdi-da, uzr ko'p gapiraverman. Ignashevich bor-u. Bitta podkastda uzoq gaplashdi. Ignashevichlarni ham ko'rasiz. Endi eshitdim-da, ketayotgan paytimda eshitdim. Bu o'yini dedi, Valverdening o'yini dedi, Realda dedi, hat-trick qilgan futbolchilarni hozir o'ylab ko'ryapman dedi. Ronaldo hat-trick qilgan, keyin Benzema hat-trick qilgan bolalar bor dedi. Katta-katta o'yinlar dedi. Buniki kattaroq dedi. Chunki dedi, очень разнообразно dedi. Ya'ni forward bo'lmadi u dedi. Forwardda mesela Cristiano deyapti, Atleticoga 3 turib tashlagan paytda ichkarida zver bo'lgan, otgan, urgan deyapti. Yoki uzoqdan urgan, endi u bunda bor edi deyapti. Lekin buniki deyapti, sverx dedi. Birinchisi deyapti.
fenomenalniy anaqa deyapti, tayming ushlash deydi. Keyin ketyapti deydi, varatari qanaq qilib turib, o'sha paytda qaror qabul qilish deyapti. Endi Donnarumma xatosi boshqa narsa. Lekin Donnarumma ham xato qilish, bu yoqqa o'tib ketadi deb o'yladi-da. Umuman dovdirab qoldi. Keyin bo'sh qolgan darvozaga ham o'tkir burchakdan tepdi, bilgan bo'lsangiz. Bu juda 3 ta narsani to'g'ri qildi, bu bir. Keyingisida haqiqiy forward bo'lib turib, his qildi o'sha tomonga to'p ketayotganligini, borib chap oyog'i bilan urdi. Buni o'ng oyog'i bilan, buni chap oyog'i bilan. Uchinchisini endi u Benzema, prime Benzema bo'ldi dedi. Eng zo'r mavsumida o'ynaganda Brahim berdi uchinchisini. Brahim shunda va sochlarini silab bundoq o'tkazib oldi-da. Hammasini to'g'ri bajarishdi-da. Lekin to'g'ri o'zi zo'r futbolchilar, lekin o'ynamaydi. Necha yildan beri ko'ramiz, bunaqa darajadagi tandem yo'q, bunaqa bir-birini his qilish yo'q. Ko'rmayotganim uchun har doim qilib kelayotgan bo'lsa ekan, Yamal bilan Rafinha o'xshab turman oxirgi yillarda. Endi desangiz, shu paytda bo'ldi-ku. Eng kerak payt. Shuning uchun ham dedi, men dedi, hozir o'ylab dedi, menga shu gap yoqdi. Ronaldoni ham, hatto Benzemani ham zo'r hat-triklardan teparoq deb hisoblayman dedi. Chunki juda rang-baranglik va bitta pozitsiyani futbolchi qilgan ish emas u dedi. Turli joyda o'ynab turdi. Ichkariga kirib tayyorlarni urmadi dedi. Forwardlar tayyorni uradi dedi. U yarim himoyachi ham bo'ldi dedi. Winger ham bo'ldi, forward ham bo'ldi dedi. Naryoda dedi, bilmayman anaqa bo'lib ketdi dedi. Raul bo'ldi dedi. Raul dedi. Realda bundoq ko'tarib olgan-ku. Hammadan bitta nasiba qildi. Valverde bilmayman shu kuni Realda hamma o'yinchilarni bir anaqasidan oldi. Dahshat tomoni shu bu oldinda o'ynamadi faqat dot. Himoyada ham eng ko'p Valverde blok qo'ygan. Himoyada ham eng ko'p yugurib yurgan. Как это возможно dedi.